Muhtaram Prezidentimizning qarorlariga asosan Xatirchi tumanini ildam rivojlanayotgan tumanlar qatoriga qo'shish to'g'risidagi qarorlariga asosan Xatirchi tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida juda katta loyihalar amalga oshirildi. Birgina tumanni o'zida 2025-yilda 3 ta katta ko'prik va 100 kilometrdan ortiq asfalt qoplangan bo'lsa, yo'l qurilish sohasida, sanoat sohasida, qolaversa investitsiya sohasida ilgarilari tumanda 10 million dollarga ham yetmagan. Bugungi kunda tadbirkorlarga yaratilgan sharoit, imkoniyatlardan kelib chiqib, tumanning 1 yillik investitsiya loyihasi 70 million dollarga yetdi. Albatta buning zamirida muhtaram prezidentimizning Xatirchi tumaniga bergan e'tiborlari natijasi deb bilamiz. Biz yil yakuniga qadar tumanni investitsion salohiyati, ya'ni sanoat ishlab chiqarishini o'zini kamida 2,5 trillionga yetkazish. Qolaversa qishloq xo'jalik sohasida amalga oshirilayotgan va tumanda turizm sohasida juda katta imkoniyatlari borki, hali bu ishlatilmagan salohiyat mavjud. Shu sabab bizga mana muhtaram prezidentimizning e'tiborlari bilan yaratib bergan sharoit, imkoniyatlardan kelib chiqib, albatta buni tumanni har bir fuqarosi bugungi kunda his qilyapti. O'zi asosiy maqsadimiz ham shuki, aholimizni turmush shart-sharoitini yaxshilash va ertangi kunga bo'lgan ishonchini orttirish. Qolaversa, bugun yangi O'zbekiston nafasi har bir mahallaga kirib borib, har bir xonadon his qilsagina biz o'zimizni oldimizga qo'yilgan vazifani bajardik deb bilamiz. Albatta bu borada qilishimiz kerak bo'lgan ishlar juda ko'p. Chunki tumanni shu 2026-yilga xalqimizga ham shu madaniy hordiq chiqarishi uchun yana loyihalarni foydalanishga topshirish nazarda tutilgan. O'ylaymanki, nasib bo'lsa bu amalga oshirayotgan ishlarimiz har bir xonadongacha kirib boradi va amalga oshirgan ishlarimiz xalqimizga manzur bo'ladi deb o'ylayman.